Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Yo'l Iyobeti Mirobod, Biyobeti Yakkasaroy. Yo'l yuzida joylashgan Betonkada Toshkent Malikalsoyda Severniy vokzalga ketaverishda, aeroport tomondan kelaverishda o'ng chap qo'lingizda nejiloy помещение 178 kvadrat metr. Tak pastda podvallargacha bor. Kiraverishda o'ng qo'lda mana 6 ta xonasi bor. O'ng qo'lda 6 ta alohida bo'lingan xonasi va ichkarida kuxnya va sanuzelgacha qilib qo'yishibdi. Kuxnya, sanuzel, bu yerda yana bitta xonasi. Tak, arendaga berib qo'ysa, juda ham yaxshi variant bo'lyapti. Yo'l yuzida joylashgan, kiraverish mana. Tak, bu yerda reception bo'lyapti va katta bitta xonasi. Xullas 178 kvadrat, $500,000 egalarini nomerini qoldiramiz.